Assalomu alaykum. Biz bugun LeetCode 49-masala Group Anagrams masalasini ishlaymiz. Bu medium masalalardan bittasi hisoblanadi. Biz oldingi videolarda anagram yoki valid anagram masalasini ishlagan edik. Easy masala edi. Anagramni o'ziga qaytadigan bo'lsak, bizda bu yoqda it va t stringlari bor. Bular anagram hisoblanadi. Anagram bu shunchaki ikkita string bir xil yoki ikkita so'z bir xil harflardan iborat bo'lsa, bu anagram hisoblanadi. Biz agar ikkita string ham bir xil harflardan bir xil uzunlikda bo'ladigan bo'lsa, biz ulardan bir xil so'zlar yasashimiz mumkin. Misol uchun, bu holatda it, t so'zlari ikkalasida ham bitta t, bitta a, bitta i harfi bor. Bunda ham shuning uchun bular anagram hisoblanadi. Va bizda bu yoqda 8 string ham bor. Bu ham bitta anagram. Xo'p, masala shartida shunday deydiki, biz xuddi shunga o'xshagan anagramlarni gruppa qilishimiz kerak bo'ladi. Misol uchun, stringni bizda bitta string berilgan, strs. Biz bu stringning ichidan yurib, anagram bo'ladigan so'zlarni bitta gruppa qilishimiz kerak. Alohida. Misol uchun, bet bu yoqda betni anagrami yo'q, uni o'zini bitta. Net va ten ikkalasi bitta gruppaga kiradigan anagramlar. 8, it, t so'zlari yoki stringlari bitta gruppaga kiradigan anagramlar hisoblanadi. Xo'p, bularni biz grup shakliga olib keltirishimiz kerak bo'ladi. Xo'p, buni yana ikkita usuli bor bu masalani ishlashni. Birinchi usuli bu ikkita usulda ham map ishlatamiz. Birinchi usulida, ya'niki biz hozir ishlaydigan usulida bu sorting ishlatamiz. Ya'ni har bitta so'zlarni, har bitta stringni sort qilib oladigan bo'lsak, ular misol uchun it va t so'zlari bo'lsa, bularni sort qiladigan bo'lsak, ikkalasi ham qanaqa shaklga keladi? Taxminan mana bu shaklga keladi. Sort qilingandan keyin a alfavitda birinchi bo'lganligi uchun e va t shu shaklga keladi. Ikkalasini ham sort qiladigan bo'lsak, xuddi mana shu shaklga keladi. Yoki boshqacha bo'lishi mumkin. Nimaga boshqacha? Chunki JavaScriptdagi sort metodi stringlarda sal boshqacharoq ishlaydi, harflar integerlarga nisbatan. Shuning uchun taxminan mana shunaqa ko'rinishga keladi, lekin boshqacha ko'rinishga kelsa ham bular anagram bo'lganligi uchun baribir ikkalasi ham bir xil ko'rinishga keladi. Shuning uchun bunda sort qilib olishimiz mumkin va har bitta sortlangan stringni o'zini alohida mapga key sifatida joylab, biz buni oldin ko'rganmizmi yoki yo'qmi, o'shanga qarab loopni davom ettirib ketamiz. Agar ko'rgan bo'lsak, shunchaki bitta arrayga yana qayta push qilamiz va ular hammasi alohida grup anagram shakliga keladi. Bunda time complexity'miz qanaqa bo'ladi? Time complexity biz har bitta stringni sort qilishimiz kerak bo'ladi. Sortimiz oldingi videolarda aytganimizday n log n shu ko'rinishda bo'lsa va biz har bitta stringni alohida sort qilganligimiz uchun bu m yoki k ko'paytirilgan n log n bo'ladi. Ya'ni bu yoqda m bizni stringimizni array of strings, ya'ni mana bu arrayni uzunligicha bo'ladi m. Mana shu shaklda bo'ladi bizda time complexity'miz. Albatta bu juda uncha yaxshi emas. Bu sorting ishlatib shu yo'l bilan ishlaymiz va keyingi videoda ikkinchi sortsiz arrayni o'zi bilan yangi unikalniy kalit yasab olib, ularni joylash orqali ko'ramiz va u bunga qaraganda ancha optimal yo'l bo'ladi. Xo'p, unda masalani ishlaymiz. Xo'p, birinchi usulimizda anagramni sort va map, hashmap orqali ishlaganimizda biz birinchi har doimgidek hashmap yaratib olamiz va bunda obyektlardan foydalanamiz. Let word of strs
har bitta so'zni stringni har bitta so'zini bitta olib, ularni let sorted degan yangi o'zgaruvchi yaratib, ularni split qilamiz. Split qilganimizda bular arrayga o'zgaradi. Ularni empty string orqali sort va ularni sort qilamiz stringni. Bular endi har bittasi alohida harfli arrayga aylandi har bitta so'zimiz. Ya'ni bu mana bunaqa shaklga keldi. Agar bizda 8 bu string bo'lganda, mana bu split qilganimizdan keyin bular array ochilib, uni ichida a t va e mana shu shaklga keldi. Xuddi mana shunaqa qilib berdi bizga split. Va bularni endi arrayni sort metodi orqali sort qilib olamiz. Bu boya ko'rsatganimizdek sort qilganimizdan keyin bular a, e va t shu ko'rinishga keldi. Va shu ko'rinishga kelgandan keyin ularni yana join orqali stringga almashtirib olamiz. Endi bular a, e, t bitta string bo'ldi. Ya'ni mana bu shakldan birinchi ularni split array qilib olib, keyin ularni sort qilib olib array shaklda va yana join orqali qayta stringga o'girib oldik. Xo'p, bular endi har qanaqa anagram bo'lgan stringlar bir xil sort bo'ladi. 8, eat va yana nima bor edi? T bor edi. T. Bular hammasi mana shu shaklga kelib oldi. Ya'ni ulardan bir xil sorted word yasab oldik. Ya'ni sortlangan so'zlar yasab oldik alohida. Endi biz har doimgi usulni qo'llaymiz. Bu yoqda mapni tekshiramiz. Mapning ichida sorted bormi? Tekshirib olamiz va u yo'q bo'lishi kerak. Agar mapning ichida sorted bo'lmasa, ya'ni birinchi marta shu so'zni uchratayotgan bo'lsak, biz uni mapning ichiga joylab olamiz. Va mapning ichiga mana bu kalitni joylab olamiz. Adashtirmaymiz. Mana shu kalitni o'zini, ya'ni mana shu sortlangan so'zni o'zini mapning ichiga kalit sifatida joylab olib, uni qiymatiga empty arrayni biriktiramiz. Ya'ni mana bu bizda kalit bo'ldi. Bu string. Shunaqa objektimiz bo'ladigan bo'lsa, objektimiz bor va objektimizni kaliti AET bo'ldi va uni values sifatida empty array joylab oldik. Chunki biz bularni endi group qilishimiz kerak bo'ladi. Xo'p, empty array joylab oldik value sifatida va map sorted xuddi shu kalitni qiymatiga endi qiymatini oldik mana bu joyda va u array bo'lganligi uchun biz arrayni metodlarini ishlatishimiz mumkin. Push word. Ya'ni adashtirmaymiz yana. Mana bu holatda biz so'zni o'zgartirdik. So'zni o'zgartirib uni sort holatiga olib kelib oldik. Ya'ni mana bu bizda yo'q bo'lgan so'zga olib kelib oldik. Nega? Chunki bizda 3 xil string bor, 3 xil so'z bor. Ularni sort qilganimizdan keyin hammasi har bittasi mana bunaqa holatga keladi. Chunki ular anagram. Shu holatga keldi. Shu holatni o'zidan, chunki bular mana shu unique sorted holatni bir-biri bilan bo'lishadi va shu holatni key sifatida mapga joylab oldik va unga empty arrayni value sifatida biriktirdik. Endi xuddi shu keyga va uni qiymati empty array bo'lganligi uchun, ya'ni array bo'lganligi uchun unga biz o'zgarmagan, sort qilinmagan, ya'ni mana bu holatini o'zini push qilishimiz kerak bo'ladi. Chunki bizda output qanaqa bo'lishi kerak? Outputga qarasanglar, mana bu outputga qaraydigan bo'lsak, mana so'z o'zgarmagan holatda group bo'lishi kerak. Group, ya'ni group of array bo'lishi kerak. Xo'p, biz shu holatda push qildik. Xo'p, endi bizda
Bularni hammasi alohida grup bo'lib oldi. Endi return qilamiz nimani? Bizga hop bu yerda yana bitta mana bu holatga kelib qoldi endi. IAET bu array va arrayning ichida mana bu stringni copy paste qilaman. Shu holatga keldi. Bu qatorni ham, bu qatorni ham. Okay. Xo'p, bizga mana bu kalit mana shu qiymatni biriktirdi. Ya'ni biz xohlagan guruhni qilib berdi. Endi qarasanglar, outputda bizda hech qanaqa key kerak emas. Bizga faqat mana shu arrayni o'zi kerak bo'ladi. Demak, shu arrayni o'zini outputdan chiqarib olishimiz kerak bo'ladi. Bizda JavaScriptda object constructor bor va object constructorning static metodi bor. Values degan static metodi bor. Bu static metod bizga beriladigan obyektlarni faqat qiymatlarini array shaklida qaytaradi. Ya'ni bizda mana shu obyektning ichida bir nechta kalit bo'lishi mumkin. Ya'ni mana bu BAT ni o'zi bitta alohida kalitga saqlanadi, ABT degan kalitga saqlanadi array bo'lib, net va 10 ikkalasi bitta kalitga saqlanadi array bo'lib va bu uchinchi kalitga mana bu kalitga saqlandi. Bizga endi kalitlar kerak emas, obyektlarni faqat qiymatlarini qaytarishimiz kerak bo'ladi array sifatida va bizda object values static metodi xuddi shu ishni qilib beradi. Biz xuddi mana shu holatda qaytaradigan bo'lsak, biz xohlagan natijani olishimiz kerak bo'ladi. Bularni hammasini o'chirib tashlayman. Va kodni run qilib ko'radigan bo'lsak, ushladi, hamma test case'dan o'tdi va submit button bosaman. Submit bosdim. Okay. Bilmadim nimaga. Bu yoqda ham chiqish kerak edi. Qanchada submit bo'lgani. Okay. Voila.